Assalomu alaykum Dilmurod aka. Mana og'urchilarni bir ko'rsatmoqdan qo'yay dedim. Mana sizning retseptingizdan keyin yaxshi o'zgarish bo'ladi. Mana kecha bugun yaxshi terilyapti. Kecha endi ertaga teramiz. Mana mevalarni yaxshi solyapti. Tagidagi mevalarni ham olib tashlamadim-da. Shu tagidagi mevasi ham katta bo'lyapti. Mana rahmat sizga, katta rahmat. Mana bir video qilib jo'nataychi deganim-ku. Mana mevasi juda ko'p. Mana tepasigacha solyapti mana. Tepasi kichkina ko'tarilib turibdi. Endi